Assalomu alaykum. Mana biz xalqaro tibbiyot apparatlar ko'rgazmasida turibmiz. Mana bu apparatlarni ko'rib turibsizlar. Buni mutaxassisimiz tushuntirib beradi har bir apparatning qulaylik tomonlarini. Assalomu alaykum. Mani ismim Ulug'bek, applikant spetsialistman laboratoriy apparatlar bo'yicha. Bu apparatimiz Diamond kompaniyasining gematologiya analizatori hisoblanadi, portativniy gematologiya. Bu Xitoyda ishlab chiqarilgan. Bu 21 ta parametr tekshiradi plus S-reaktiv belok ko'radi. Tak. Bu IXLA apparatimiz Dravray kompaniyasiga tegishli bo'lib, bu ham Xitoyda ishlab chiqarilgan. Bu soatiga 36 ta analiz qilish quvvatiga ega. 12 xil test reagent qo'ysa bo'ladi. 5 xil pozitsiyada qon qo'yish mumkin. Bu apparatimizni boshqa konkurentlarimizdan afzallik tomoni, bunda bitta patsient uchun bitta strip ishlatiladi, yopiq holatda turadi. Buni apparatni o'zi teshib, o'zi ochib, o'zi ishlatadi. Boshqa konkurentlarimizda esa bu bitta stripni o'zida 50 ta yoki 100 ta testlik bo'ladi. U ochilgandan keyin havo bilan kontaminatsiya bo'lish oqibatida 2 hafta yoki 1 oyning ichida ishlatib tashlash kerak bo'ladi. Bunda upakovkada 30 ta xuddi shunaqa stripdan bo'ladi. Bu agar sizda patsient kam bo'lsa, bitta stripni ishlatasiz, qolgani shu 1 yillik srok bo'yicha turaveradi ichida. Keyingi apparatimiz statsionar avtomat gematologiya 5 div apparat hisoblanadi. Bu 27 ta parametr ko'radi. Likoformula sanash qobiliyatiga ega. Buni 3 xil reagenti bor. Bu 3 div gematologiya hisoblanadi. Bu 21 ta parametr ko'radi. Buni liziruющий, bitta liziruющий va bitta dyulenti bo'ladi. Bu yangi pribor hisoblanadi. KSH portativniy KSH apparati 4 daqiqada sizga analiz javobini chiqarib beradi. Buni reagenti mana bunaqa kartrijda bo'ladi. Bitta kartrij bitta patsient uchun ishlaydi. Bu esa kartrijimizni ochiq holatdagi ko'rinishi. Bu yerda esa shu kartrijimiz turlari bo'yicha tekshirish parametrlari ko'rsatilgan. Qaysi parametr ko'proq kerak bo'lsa, shunga qarab kartrij sotib olinsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu avtomat portativniy biokimiya analizator hisoblanadi. Bu 12 minutda atvet chiqarib beradi. Bu ham suxoy ximiya orqali ishlaydi. Bitta disk bitta patsient uchun qo'yiladi. Agar ko'ringan bo'lsa, ichida kichkina dumaloq ximik moddalar bor. Bu biokimiya plus koagulogramma plus sentrifuga hisoblanadi. Chunki 100 mikrolitr sivrk yoki qonni solinadi, 12 minutda javobini chiqarib beradi. Buni turlari mana bitta kassetani o'zida 19 xil parametr chiqarib beradi. Koagulogramma bo'yicha 5 xil parametr chiqarib beradi. Glikozirinli gemoglobin ham bor. Bu priborlarimizni hammasini Fartek kompaniyasidan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Reagentlar hech qachon muammo bo'lmaydi. Doim bizda nalichida topiladi.